Qanotchilar Ensra bilan 200 kilovatli glubinniy nasosimizni kaskada nimaga ishlab berishini va kaskad nima ish bajarishini sizlarga aytib o'tamiz va ma'lumotni bilish uchun kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bu nasosimizda 200 kilovatli 255 litr minutiga suv beradi. Maksimalniy napori 88 metr. 220 da ishlaydi. Bu nasosimizni kaskadi mana shu kaskad bo'lib, bu kaskadimiz 220 da tok kelayotgan tokni, misol uchun 220 da kelmay qolsa 180 ga tok tushib ketganda nasoslarni o'chirib qo'yadi motorni. Bu kuysa, demak, xursand bo'linglarki, nasoslarning motori kuyadi. Bunaqa ma'lumotni bilmoqchi bo'lsanglar, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yaverasizlar.